Hozir men sizlarga insonlar tanqid qilishni eng zo'r usulni o'rgatib qo'yaman. Bu usul orqali bemalol ko'pchilik insonlarni tanqid qilishingiz va xafa qilmasdan tanqid qilishingiz mumkin bo'ladi. Gamburger usuli hisoblanadi. Ya'ni gamburger nima desiz? O'sha gamburger bilamiz, non, go'sht, salat, qanaqadir pomidor, bodring va hokazo etap-etap bo'ladi. Ya'ni bu usul nima beradi siz? Bu usul asosan, misol siz tadbirkorsiz, biznes egasiz, xodimlaringiz xato kamchilik qilib qo'ydi, uni qo'yingiz. So'kdingiz, hammani oldida unaqa qilyapsan, hasifar shunaqa holatda muomala qilyapsan, sen deb kompaniya minusga kiryapti, voha-ko'za gapirdingiz, u xo'mraydi deb qo'lini xuddi mana shu holatga keltirdi. Bu holatda misol uchun men gapirganingizga foydasi yo'q. Misol uchun jiyaningiz yoki farzandingizmi, misol maktabda 2 baho oldi yoki qanaqadir sho'xlik qildi, menda sindirib qo'ydi, kamchiligi bor va uni to'g'ridan to'g'ri o'ziga aytadigan bo'lsangiz, bu achchiqqana, bu xuddi bir yuzga shapalaq tortgandek bo'ladi. U holatda nima bo'ladi? Yuzi xo'mrayib, siz aytganingizni qilmay, xuddi titratgan bilasizmi? Qattiqroq teginsangiz g'o'janay bo'lib oladi. Xuddi shunaqa holatda bekinib oladi. Bu holatda siz uni men gapirganingiz, tanbeh bergan bo'ldi, o'sha hamma zapreshonniy bo'ldi, o'sha eshitmaydi. Mana shu holatga o'tdi, bu holatda eshitmaydi, shunda turaveradi. Endi bu holatda kayfiyati buzilib, ko'rib turibsiz, yig'lagingiz kelib ketyapti. Nima deysiz? Bo'ldi, bolajon, siqilma, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zi yaxshisan o'zi deb yaxshi tomonlarni aytishni boshlaymiz, to'g'rimi? Psixologingizga yig'lab qanaqa xafa bo'lib qolmasin, ko'nglingiz qolmasin deb. Bu, ya'ni maqtaganlaringiz endi o'tmaydi, chunki bu darvoza bekilib bo'lgan. Endi yaxshi gap ham yomonga ham o'tmaydi. Undan ko'ra shu narsani teskarisini qiling. Oldin go'sht bering, misol uchun yaxshi joyini bering, gamburgerni chiroyli qismini maqtang. Bu ilcha degan alkash bir yaramas insonni ham bitta bo'lsa yaxshi taraf bo'ladi. O'sha insonga ham yaxshi muomala qilib, o'sha yaxshi tarafini gapirib, keyin yomon tarafini gapirsangiz, juda ham silliq va normal qabul qilinar ekan. Misol uchun, do'stim, seni bir zo'r odating bor. Misol uchun doim odamiyliging bor, mana shunaqa. Doim yaxshi insonlarni misol uchun hurmat qilasan, lekin bitta yomon odating bor. Qanaqasi? Keraksiz paytda misol uchun chekuvchi odating bor. Chekish odatini tashlasang zo'r bo'lardi. Qolgan odatlaring zo'r baraka topsin, shuni yo'qotishing kerak. Yoki ora-orada misol uchun yolg'on gapirib qo'ygan odating bor. Mana shu narsa seni bitta yaxshi insonlar qatoridan sal chekka chiqarib qo'yapti. Shu seni minusing bo'lyapti. Siz to'g'riligiga harakat qilaman. Agar teskarisini gapirsangiz, ichish odating bor, chekkasan, boshqasan, siz aytishi mumkin, nima seni puling yo bichyapmanmi degan gaplar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bolalarga ham, yosh kattalarga, xodimlarga ham xuddi shu usulni qo'llab ko'ring. Oldin maqtang, keyin tanbeh bering. Va ularda shu usulni sinab ko'rgan bo'lsangiz yoki foydali bo'lgan bo'lsa, yozib qoldiring, natija beradimi, yo'qmi? Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.